Erim men nimaga uyimga haydab olganlarini shu videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bolalarimga shopping qilib, keyin bularni qatgadir salonga olib borishni o'ylab qoldim. Salonga borishimiz bilan ikkita qizim stilist jinsini chiqarib yuborishdi. Adani reaksiyasini ko'ramiz. Adasining reaksiyasini bundan oldingi videolarimda butun O'zbekiston his qildi. Voy, montaj qilmayman, o'zim quruq ketyapman. Uyda bizlarni nimalar kutayotganini hali qizim ham bilmasdi. Adin ko'rsa nima deydi? O'zim yoshligim esimga tushib ketdi. Kal bo'lib yurardim. Hozirgi onalar baribir ancha zamonaviymizda. Meni qizlarim yoshligimda, orzularimda yashashadi. Kichkinam jonini huzurini biladi-da. Qani desam, massajga kirib ketibdi. 8 va 6 yoshdagi qizlarimni bir kunlik saloni necha pulga tushganini hozir bilib olasizlar. Ikkala qizimning pedikyur manikyuri 1 million 400 ming bo'ldi. Sochligini bo'yab uklavka qilishligi 2 million 600 ming so'm bo'ldi. O'sinim o'g'li, ikkita qizim va meni 1 soatlik massaj pulim ham shunday bo'ldi. Hozir birinchi bo'lib ammasining reaksiyasini bilamiz. Adam meni o'ldiradi. Voy, astagfirullah. Я первый раз в 5 классе покрасилась, маникюр курсант. Вау! Вау, какие красотки! Теперь ты вообще модная. Qaymanga qaranglar tez. Timurga reaksiyasi rosa qiziq. Bolalaringiz ko'rib. Nima qilding? Ko'ring. Qo'y. Ayağım. Bu ketmedi. Nima qildirdinglar? Nima qildirding? O'zi xohladi. O'ris qilib qo'yding. Uzun geliyor. O'zi xohladi. Bu nima qil? Zaradan 3 million 600 mingga olgan kiyimlikdan tez obzor qilib beraman. Bilaman, bu videoga juda ham ko'p hate keladi, lekin sizlarni yaxshi ko'ramiz, xayr.